Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugungi suhbat temamiz yoshlar uchun eng muhim bo'lgan, ham yoshlar xush yoqadigan eng go'zal tema nikoh haqida bo'ladi. To'y qilish yoshlarning dunyodagi jannati, hayotining yuksalish nuqtasi, iymon va iffatining qo'rg'oni. Payg'ambar alayhissalom to'y qilgan odam iymonining yerimini saqlagan bo'ladi deydi. To'y qilish ibodat. Har bir ibodatning jafosi ham huzuri bo'lgandek, bu ibodatning jafosi ham huzuri bor. Huzurga erishish uchun old bilan beg'ishlashni bilish kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda ayollar sizlar uchun kiyimdir, sizlar ayollar uchun kiyimdirsizlar deyish orqali har ikki tarafni bir-birisiga beg'ishlashga va bir-biriga hamdamda bo'lish buyuruydu. Ayol erning jismidan yaratilgan. Şuna ayol ersiz, ayolsiz kemtik insan. Ular birga kelgandan keyin bir-birini to'liqlab mukammal insonga aylanadi. Ammo nurg'unliq yigitlarimiz to'y qilishdan ilgari chiroylik, iymonlik, nasablik, iqtisodlik, o'qigan mukammal farishta kabi malika tushaydi. Shuning o'xshagan nurg'unliq qizlarimizmi kelishgan, iqtisodlik, bir kasbda utuq qozongan oqatliq shahzoda tushaydi. Amaliyotda ular turmushning ikki kamchiligi bor inson birga kelish orqali bir-birini to'liqlab qurib chiqadigan bir baqchi ekanligini bilishmaydi. Amaliyotda o'g'il bo'lsin yoki qiz bo'lsin, o'ylig'iniga 60 yoki 70% tushadigan juft topalsa shukr qilish kerak. Chunki dunyoda mayli o'g'il bo'lsin yoki qiz bo'lsin, 100% o'ylig'indek juft topalishi natoyin. Chunki bu dunyo jannat emas. Biz inson farishta emas. Balkim siz xushal-xuram, inoq yashayotgan bir juftlarga qarab, bular 100% bir-biriga moslashgan deb o'ylashingiz mumkin. Amaliyotda ularning o'tirsa nurg'unligan kamchiliklar, nurg'unligan o'xshamasliklar bor. Ammo ular bir-biriga yo'l qo'ygan, bir-birining kamchiligiga to'g'ri muomala qila olgan bir juftlar. To'y qilish insonning tabiiy yaratilma ehtiyoji. Shunga buning munosib yeshi yo'q, ammo munosib vaqti bor. Ba'zi kishilar 30 yosh kirgan bo'lsa-mu, ularning to'y qilish vaqti kamigan bo'lishi mumkin. Yana ba'zi yoshlar 21-22 yosh kirganda to'y qilish farz bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Demak, to'y qilish yeshi bir odamdan bir odamga o'xshamaydi. Shuning uchun buning hukmi dinimizda har xil bo'ladi. Masalan, zinoga tushib qilish xavfi bor odamning to'y qilishi farz, ya'ni kechiktirishi gunoh. Zinoga tushib qilish xavfi yo'q, o'ziga ishonadigan odamning to'y qilishi sunnat, ya'ni kechiktirishi gunoh bo'lmaydi. Ayolining maddiy va ma'naviy ehtiyojini qamdayamaydigan yoki ayoliga zulm qiladigan kishilarning to'y qilishi harom. O'zi aldirash ayolining maddiy va ma'naviy ehtiyojlarini to'liq ado qila olmaydigan kishilarning to'y qilishi makruh. Demak, to'y qilishning hukmi har bir odamning ahvoliga qarab o'xshamaydi. Jamiyatda qiz yoki yigit tanlash payg'ambarimiz degandek ba'zilar chiroyini deb, ba'zilar mol dunyosini deb, ba'zilar nasibini deb, ba'zilar iymon e'tiqodini deb tanlaydi. Undaqda biz qaysini deb tanlaymiz? Albatta, payg'ambarimiz degandek dindorni tanlaymiz. Nimishqa? Chunki mol dunyo, chiroy, nasab hammasi dunyodagi o'tkinchi ishlar. Tunugun boy odamlarning bugun qiyin turmush kechirayotganligini ko'ryapmiz. To'y qilish qalbimizga ulfatdosh qalb tepish demakdir. Moddiy ko'zlangan turmushda na huzur, na ulfat bo'lmaydi. Ammo dindor qiz sizga xiyonat qilmaydi, sizni xotirjam qiladi. Dindor yigitmi sizga zulm qilmaydi. Muhimi sizga harom yegizmaydi, harom keydirmaydi. Undaqda dindorlik degan nima? Dindorlik sharmi, hayo va axloqni ko'rsatadi. Payg'ambar alayhisalom hadisda agar sizlarga diniga va axloqiga rozi bo'ladigan bir kelsa, uningga biringlar, agar unda qilmasanglar, cho'ng fitna bo'ladi deydi. Ayollar erlarga omonat. Omonatga xiyonat qilish munofiqlikning alomati. Erlar ayollarga ne'matni tunimaslik tuzkorlik. Hozirgida qiz-o'g'illarimiz igichaqsiz qolgan holatda ularni o'ylab qo'yish, qizlarimizga igi bo'lish, yigitlarimizga yo'l ko'rsatish, ijtimoiy xizmatlarni ustiga olgan jamiyat va organlar, jamoat oqsoqollarining bosh tortib bo'lolmaydigan burchi va jiddiy qarashga tegishli tahrirsiz masalalarning biri. Chunki ular kelgusimizning umidi. Bismillahirrahmanirrahim.